Mana Beshariq shahriga qilgan ishlarimiz. Xo'p, bu yerga 6 ta eshik qo'yib berganmiz. Bitta 2 qanotli. Bitta mana bu turdagi 1 qanotli eshiklarimizda. Xo'p, shotlanka usulida bo'lgan. Xo'p, mana bu yoq oshxonaga kirish qismlari. Ko'rishlar mumkin. Davorlarini qilib, Stimul rentasidagi yaxshi magnitli zamoklarni qo'yib berganmiz. Mana bu ishimiz bolalar xonasi. Eshiklarimiz. Ochilib yopilishlarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu eshiklarimiz. Bu ishlarimizga 3 xil fasondagi tilla hozirgi kundagi moda eshiklardan qo'yganmiz. Oltlar ponni koronalari, nalishnilar, zapochoklari bilan qilib chiroyli o'rndan berdik. Kimga shunday xizmatlar, shunaqa eshiklar kerak bo'lsa, bizga uchraverasizlar. O'zimiz ishlarni chiroyli qilib bitkazib beramiz.